Qanday qilib telefonda stream qilish mumkin? Hammaga salom bo'ldi, sizlar bilan Sam Shayx. Bugun sizlar bilan qanday qilib telefonda stream qilsa bo'ladi, shuni ko'rib chiqamiz. Ha, aytgancha, bu ilova faqat iPhone, ya'ni Apple modellarida ishlaydi. Videoni o'tkazib bormasdan oxirigacha ko'rishlaringizni maslahat beraman. Ha, aytgancha, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Unda boshladik. Birinchi navbatda bizga App Store programmasi kerak bo'ladi. App Store'ga kirgan holatda poiskka Stream Champ deb yozib, ilovani yuklab olamiz. Birinchi navbatda bo'ldi ilovani ochib olamiz. Ilovani ochib olganimizdan keyin men sizlarga ilovani nastroyka qilishni o'rgataman. Birinchi navbatda mana bu 3 ta nuqtaga bosamiz va nastroykaga kiramiz. Настройка аккаунт. Birinchisiga kirganimizda уведомление стрима, ya'ni stream prervan. Ko'rib turganingizdek banner to'xtatdi. Bu banner nima? Ya'ni agar streamingiz o'chib qolsa yo biron narsa bo'ladigan bo'lsa, sizga xabar beradigan bo'ladi. Xabar berib, men buni yoqib qo'yganman. Сообщениеga keladigan bo'lsak, сообщить qiladi, ya'ni audio, masalan, ovozingiz kelmayotgan bo'lsa yoki banner, ya'ni chatingizda nima yozayotgan bo'lsa, hammasini sizga yuborib to'xtaydi. Сообщить qilib to'xtaydi-da, xabar berib to'xtaydi. Ikkinchisiga keladigan bo'lsak, server. Bunda default to'xtabdi server, ya'ni men qo'shmaganman. Xohlasangiz qo'shib olsangiz bo'ladi. Videoga o'tadigan bo'lsak, разрешение bor mana. Bu internetingizga qarab to'g'rilab qo'yasizlar. Agar internetingiz slabый bo'ladigan bo'lsa, 720 piksel qo'yishingizni maslahat beraman. Agar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, 1440 piksel qo'yishlaringizni maslahat beraman. Menda 1440 piksel to'xtabdi. Bitrate ga keladigan bo'lsak, bitrate agar shu aytganimdek internetingiz slabый bo'lsa, 6000 bitrate qo'yasiz. Yaxshi bo'ladigan bo'lsa, 8000 bitrate qo'yasiz. Частота кадров 60 fps qilib qo'yasiz. Разрешение настройкиga keladigan bo'lsak, mana расширенные настройки xuddi shunaqa qilib qo'yasiz mana. Ko'rib turganingizdek audio bitrate menda 128 to'xtabdi mana. 128 qilib qo'yganman. Ya'ni streamga ovozingiz eshitilishi yaxshi borishi uchun, yaxshi ketish uchun shunaqa qilib qo'ysangiz bo'ladi. Pult управления, bu agar web kamerangiz bo'lsa, shuni ulab qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni web kamera oddiy kamera, ya'ni streamda o'zingiz ko'rinib to'xtaysiz. Ikkinchisiga keladigan bo'lsak, bu yerda уже hammasi mana texpodдержка bular kerak emas. Принято bosib chiqib ketamiz bu yerdan. Ikkinchisiga keladigan bo'lsak, video. Shunga bosamiz mana. Ko'rib turganingizdek. Sizda bu mana bunaqa holatda to'xtagan bo'ladi. Mana xuddi shunaqa holatda to'xtagan bo'ladi. Siz esa buni mana rejimga bosasiz. Mana rejimga bosib, полный на весь экран qilib qo'yasiz mana. Продвинутый и продвинутый на весь экран. Shuni bosib qo'yasiz. Bu yerda sizda qanaqa turgan bo'ladi? Xuddi mana shunaqa turgan bo'ladi mana. Siz buni mana bu yonoq bo'ladi sizda. Mana originalniy proporsiya yonoq bo'ladi. Siz buni o'chirasiz degani mana bu narsani razmer degan narsani 1080 ga 1920 ga tortib qo'yasiz. Bu pas baland qiladi, bu o'zingiz xohlasangiz mana bunday qilib qo'ysangiz bo'ladi, lekin men bunaqa qilib qo'yaman men shaxsan. Mana ko'rib turganingizdek shunaqa to'xtaydi. Qanaqa qilib mana bunaqa rasm qo'ysam bo'ladi desangiz, buning uchun добавить bosasiz. Bu yerda bitta rasm qo'yish emas, web kamera qo'ysangiz bo'ladi mana bu yerga xohlagan joyingizga. Buni ulash uchun YouTube'da videolar bor, ko'rib chiqishingiz mumkin. Stream
champ настройка deb yozsangiz, web kamera deb yozsangiz ko'rsatgan. Bizda telefonda stream qilamiz deganligim uchun bu narsa bizga keragi yo'q. Добавить text, ya'ni xohlagan bitta yozuvingizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi bu yerga. Изображение, добавить изображение. Xohlasangiz rasmdan tanlab qo'yasiz. Xohlasangiz agar mana добавить изображение из file, fayldan xohlasangiz tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Xuddi o'sha qilib qo'yib qo'yasiz keyin. Tak, bu yerda bo'ldi. Ikkinchisiga, ya'ni o'tadigan bo'lsak, mana tseni. Tseni o'zi nima? Ya'ni mana bu yerda ko'rib turganingizdek, mana atashol bor. Atashol, ya'ni qayergadir chiqib ketsangiz, xuddi shuni qo'yib chiqib ketsangiz bo'ladi. Uchinchisi, qayergadir ketdingiz, ya'ni hozir qaytadi degani bu. Mana BRB. Skoro начнется. Mana. Skoro начнется, ya'ni hozir stream boshlanadi degani bu. Tak. Основнойga qo'yib qo'yaman men. Translyatsiyaga o'tadigan bo'lsak, qanday qilib streamni yoqamiz deyishingiz mumkin. Hozir shuni ham ko'rsataman. Mana. Mana bu yerga bosasiz, translyatsiya ekraniga bosasiz. Mana Menjar translyatsiya. Aktivniy, ya'ni siz stream qilyapsiz va streamingiz birdaniga o'chib qoldi. Shu yerga kirib, streamingizni qaytadan uzilgan joydan boshlab ketsangiz bo'ladi. Запланированный, ya'ni siz translyatsiyani masalan bugun soat 12 da qilmoqchisiz, 12:30 da yo ertaga stream qilmoqchisiz. Shu yerga, короче говоря, belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Создать трансляцию. Streamni boshlash. Bu yerda mana yozib chiqasiz, naзвание mana o'zingiz xohlagandek. Описание. Dostupga keladigan bo'lsak, открытие qilib qo'yasiz. Задержка vanda 0 to'xtab xohlasangiz задержканы 10 sekund, 60 sekund, 30 sekundga, 1 minut, 1,5 minutga qo'ysangiz ham bo'ladi. Выбрать изображение, bu yerda agar rasmingiz bo'lsa, streamni обложкasiga qo'ysangiz bo'ladi. И создать streamni bo'lsangiz, stream yonadi. Xo'sh. Mana audio, bu yerda men 100 qo'yibman, ya'ni telefoningizdagi chiqib kelayotgan zvuklar eshitilishi. Va mikrofoningiz, mana mikrofoningiz menda 210 to'xtabdi mikrofon. Menga mos, ya'ni telefonni o'zidan gapirsam yo naushnikdan gapirsam, menga mos 210 qilib qo'yay. И bu yerda всё. Xuddi mana shu настройкаларni qiladigan bo'lsangiz agar, telefoningiz stream qilsangiz, 1 soat, 1,5 soat stream qilsangiz, uncha-munchaga qotmaydi, lagat qilmaydi, qizib ketishi darajasi kam bo'ladi. Men o'zim maslahat bergan bo'lastimki, iPhone 11 dan boshlab stream qilsalaringiz bo'ladi. Atak XS 8 Plus, X, XS va XS Max'larda ham qilsalaringiz bo'ladi. Men o'zim shaxsan 11 va 11 Pro telefonlarda stream qilib ko'rganman. Qotmaydi, xuddi shu настройкаларда, lagat qilmaydi, qizib ketmaydi. Hozir men o'zim 11 Pro telefonda stream qilaman. Ну и всё, bu yerda ishimiz tugadi. Itak bolalar, agar video yoqgan bo'lsa, like bilan podpiskani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shuncha harakatim uchun podдержка qilasizlar degan umiddaman. Hammaga xayr bolalar. Sizlar bilan Sam Shayx bo'ldi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.